Tarozida tortayotgandagi hiyla. Molik ibn Dinor rahimahulloh hikoya qiladilar. Men o'lim to'shagida yotgan qo'shnimni ko'rgani bordim. Men undan ahvolini so'raganimda: "Ey Molik, mening ro'paramda olovdan 2 tog' turibdi va mendan unga chiqishimni so'rashyapti", dedi. Buni eshitib, uning oila ahlidan so'radim. Albatta, bu holatning sababi bo'lishi kerak. Bu kishi nima bilan shug'ullanar edi? Uning 2 tarozisi bor edi. Biri bilan u sotayotgan molini o'lchardi. Ikkinchisi bilan o'zi sotib olayotgan molni o'lchar edi. Menga o'sha tarozilarni olib keling. Men 2 tarozini bir-biriga urib sindirdim. So'ngra qo'shnimdan yana so'radim: "Endi ahvoling qanday?" "Mening ahvolim yanada yomonlashdi", dedi u. O'git. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Savdo sotiqda o'lchov va tarozidan urib qoluvchi kimsalar holiga voy. Ular odamlardan biror narsani o'lchab olgan vaqtlarida to'la qilib oladigan, ularga o'lchab yoki tortib bergan vaqtlarida esa urib qoladigan kimsalardir. Mutaffifun surasi 1-3 oyatlar.